uncha-muncha avtomobillarni rakim qo'yib yuboradigan zverlarimizdan sizlarga obzorini qilib beramiz. Ushbu avtomobillarimizni yillari 2024, probeklariga to'xtaladigan bo'lsa qadrdonlar 7000, 5000, 7000 kilometr bosib o'tgan. Tashqi eksterioriga to'xtaladigan bo'lsa, отдельный e'tiborga loyiq mordasi qadrdonlar juda ham blatnoy, derski ishlangan, juda ham moshniy, pnevma podveska, 60 sm suvlida bemalol yo'l bosib o'ta oladigan avtomobillarimiz, polnoprivodniy, kallamda keladigan bakavoylarimiz va undan tashqari beskruchovoy dostuplar. Endi ichki obzoriga to'xtalamiz. Ushbu avtomobilimizning ichki obzoriga, ya'ni interyeriga to'xtaladigan bo'lsa qadrdonlar, полностью elektropaket, pamять сиденья, massaj сиденья, richaklarimiz, deflektorlarimiz, face ID'larimiz mavjud o'rtoqlar, multisistema, multirul va undan tashqari беспроводная zaryadka, o'zimizdan modernizatsiya qilingan joysticklarimiz, pultlarimizgacha boshqacha qilingan qadrdonlar, полностью необычный material, alcantara salon, panorama lyuk qadrdonlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, o'rtoqlar hech kim bermagan narx, ya'ni 34,000 AQSh dollari belgilandi. Uchala avtomobilimizni 1 soat ichida xarid qilib olib chiqib bo'ladi qadrdonlar va undan tashqari eng zo'r fishkasini aytaman, 5 ta rejimda yuradi. Sizlarga eng zo'r obyektlarimizni, eng kichik fishkalardan biri NFC dostuplarimiz ham bor. Sizlarga eng zo'r avtomobillarimizni taqdim etishda davom etamiz. Bizani kuzatishda siz davom eting.